Bovam aytgan hikmetler. Haqiqiy do'stni ko'ngil tunuydi. Ovozda Xuncham Rozi. Burun 2 do'st o'tganken. Bular o'ylanib, xeyli yillar o'tgandan keyin birisi yana birisini yo'qlab beribdi. Yo'qlab kelguchi talada turib chaqiribdi. Öy egisi do'stining kelganini bilib, qo'ruda. "Do'stim, poq yegan kelsa qo'ruq kir", debdi. Yo'qlab kelguchi ranjib ketib qapti. Aradan bir necha yil o'tgandan keyin heliq odam yana do'stini yo'qlab kelib chaqiribdi. Do'sti qo'ruda turib, "Do'stim, mush degan kelsa qo'ruq kir", debdi. Yo'qlab kelguchi yana ranjib ketib qapti. Aradan yana xeyli yillar o'tibdi. Heliq odam xapchiligini unutib, yana kepti. Bu navbat do'sti chiqib, kelguchini quchoqlab, uyga taklif qildi. Uy egasining bolalari kelguchining etini bog'lab, qo'liga suv berib, dasturxon silib, izzat ikrom ko'rsatibdi. Gapdan gap chiqib, mehmon oldingi 2 navbatda ranjib ketganligini yo'shirmabdi. Sahibxon kulib ketib, "Hay do'stim, u gaplarga ranjima. Birinchi qitim kelganingda sana xizmat qilayotgan munu bolalarning oldi mangan. Kayni quchoqda edi. Uyda odam o'tirg'idek o'rin yo'q. Hammaga bolalarning po'qsiydiga bilingandi. Shunga po'q yegan kelsa kir degandim. Ikkinchi qitim kelganingda bolalarning cho'ngi 13 yosh, kichiki 7 yoshda edi. Bir-biri bilan jidallashib, uy qalayimqan edi. Xotirjam emas edim. Shunga mush degan kelsa kir degandim. 3-chi qitim kelganingda ko'rib turibsan. Uy ratlik, pokiz, bolalar aqliga kirgan. Bolalar biror mehmon kelsa, mehmonning qadrini tushundi", debdi. Bu gapdan mehmon kulib ketibdi va o'zining behuda ranjiganini his qildi. Hikmat: haqiqiy do'stlarning do'stligiga hech narsa to'g'ri kelmaydi. Ularning oldida har qanday egiz davon paydo bo'lsa-mu, vaqt bo'ronlari uchirtib ketadi. Agarda do'stlarning dilida eg'ir besiqlik bo'lmay, ishtik mijoz bo'lsa, do'stlikqa tezli ta'sir etadi. Hikoyatdagi do'stlar ana shunday. Ular aradan ko'p yil o'tib ketsa-mu, lekin mehrini uzalmagan. Ochiqning kayniga kirmagan. Natijada amaliy do'stlikqa yanada mustahkam ul silingan.